Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirda fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlari sudidamiz. Bu yerga kelishdan asosiy maqsadimiz xabarlar bor. Ko'pchilikni o'ylantirayotgan, qiziqtirayotgan savollardan bittasi ko'p qavatli domlarga gaz tarmog'iga ulanmaslik masalasi bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p muhokamalar sabab bo'lyapti. Aynan shu bo'yicha bugun sud majlisi boshlangan. Aynan murojaat qilishimizga, sudga murojaat qilishimizning asosiy sababi Andijon shahar Qo'shaloq dahlidagi 23-B uyga. Qish mavsumida ham ko'p murojaat qildik. Aynan shahar hokimining o'ziga ham murojaat qildik. Shahar gaz tarmog'i, shaharga ham, hududga, Andijonga ham murojaat qildik. Murojaatlar javob berilmadi. Rad javob berildi. Aniqrog'i, shahar hokimidan hech qanaqa reaksiya bo'lmadi. Shaxsan o'ziga fuqarolar borib murojaat qilganda ham reaksiya bo'lmadi. Hudud gaz ta'minoti Andijonga ham murojaat qildi. Ijtimoiy tarmoqda ham hujjati yo'q, unisi yo'q, bunisi yo'q deb rad javob bo'lindi. Oxirgisi davlat xizmatlari orqali murojaat qiluvdik. Vazirlar Mahkamasining qarorini asos keltirib, bu hududga gaz tarmog'i yetib kelmagan, shuning uchun ularni rad qilamiz deb turib javob bergan. Vaholanki, shu Qo'shaloq dahlidagi domni oldida ham, orqasida ham, yonida ham, u yonda ham, bu yonida ham gaz tarmog'iga domlar, ko'p qavatli domlar ulangan. Shu yuzasidan hozir birinchi sud majlisi boshlandi. Hudud gaz ta'minotidan shaharda injener keldi. Undan tashqari viloyatdan ekspluatatsiya rahbari keldi. Sud jarayoni bo'lyapti. Xudo xohlasa javobini kutamiz. Sud oxirida javobini ham kutamiz. Menimcha ijobiy hal qilib beradi degan umiddamiz. Hali aytganimdek, shahar hokimidan umid bo'lmadi. 3-4 yildan beri fuqarolar qishda ancha qiynalishadi. Shu qiynalishlariga qonuniy yechim, xulosa topmoqchimiz. Menimcha qo'llab-quvvatlab, kommentariyada izohlar yozib ketinglar. Ijobiy natija kutib qolamiz. Suddan xudo xolasa keyingi haftaga qoldida sud majlisi ayrim hujjatlarga oydinlik kiritish maqsadida bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddamiz. Rahmat katta.